Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Dils akkauntimni ko'rib o'tamiz va o'zlaringiz bu Dils akkauntimga baho berasizlar. Birinchi o'rinda o'rtachasidan boshlaymiz. O'rtachasi 91.2. Mening ismim Nusratilla va Jizzaxda yashaganim uchun FS Jizzax deb qo'yganman. Stadionim 85 ming stadionim. O'shanda nimalarni ko'rsatsam, terim 6. Men akkauntimni kuchaytirib qo'yganimdan keyin albatta terimni bir qilishga harakat qilaman. Sizlar meni qo'llab tursalaringiz, bu esa mening tarkibim. Batistuta bor, qora futbolchi, ancha oldin qo'yganman. 94 holatida turibdi. Albatta uni full qilishga harakat qilamiz va Alisson va Donnarumma kabi varatalarni ham full ko'rinishga keltirganman. Bu esa mening 11 asosiy tarkibim. Men nimaga Inigo Martinez olganman? Chunki Inigo Martinez 80lik futbolchi bo'lsa ham ketishi mumkin. Dils 26da. Son ham bor, ajoyib holatda turibdi. Xo'sh, bu yerda Hondni ko'rishimiz mumkin. 92 darajasida 4/100 chiqqan. Xo'sh, yana kimlarni ko'rsatish mumkin? Va Di Maria bor. Di Maria ham bilasizlar do'stlar, Dils 26da ketishi mumkin. O'shaning uchun men Di Mariani ham olib qo'yganman. Ronaldoni yaqinda oldim. O'shaning uchun Ronaldo hali hech ham kuchaymagan. Xo'sh, bu yerda qora futbolchilarni yig'ish uchun DP hozir 20 ming DP bo'lgan. Bilasizlar, 62,5 ming DPda bitta qora futbolchi beradi. To'g'risi men juda ham kam Dils o'ynayman, shuning uchun ko'p yig'a olmayman, lekin qo'yaman bitta. Paul Gascoignini olishga harakat qilaman iloji boricha. Xo'sh, agar do'stlar sizlar menga obuna bo'lsalaringiz va ko'proq Dils o'ynaydigan odamlar bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozishingizni kutib qolaman. Sizlar bilan Abbosinho kanali bo'ldi. Hammaga xayr.